Boy aka remont qilishga vaqt yo'qmi? Aka did bilan remont qilingan 3 xonali kvartiraga kelganman. Aka lokatsiya deysizmi? Lokatsiya ham bomba. Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chada joylashgan. Aeroportga ham yaqin, sentrga ham yaqin. Piramid Towerdan bir 500 metr o'tganimizda shu domimizda joylashgan 3 xona frantsuzskiy planirovkada bo'ladi. Hammasi yengitdan remont qilingan joyimizda mebel texnikasi bilan sotilyapti. Narxi 125 ming. Bosib o'radigan joyi lekin ozgina kelishamiz. Narxiga arzisa yozib ketish esingizdan chiqmasa. 3 xonali uyimizni ikkinchi xonasi detskiy xonamiz bo'ladi. Remontlarni ham boplaganlar, hamma narsani sifatli va yaxshisini qo'yibdilar. Kartinalarga alohida urg'u beribdilar o'zi ham. Shkoplari hamma ko'rayotgan narsalaringiz qoladi. 3-xonamiz bo'lsa spalniy qismi bo'ladi. Okay. Ranglarni qarang, zo'rmi? Mabodo investitsiya qilaman, arenda oyiga keltirib tursin desangiz ham, okay, Yakkasaroyga talab zo'r. 700-800 dollar oyiga indamasdan pul keltirib turadi. Zo'r joyda, zo'r lokatsiyadagi yaxshi uyimizni ko'rsataman, okay, sizga. Sanuzini qarang, razdelniy bo'ladi. Bu yog'i vanna, mana risumkani qarang, okay. Juda ham chiroyli risumkalarni tanlab qo'yibdilar. Kirish qismini ko'rsatdim. Prixoshga mebellar qilingan. Xo'sh, sanuzimiz ham отдельный hojatxonasi bo'ladi bu. Va bu ayollarimiz yaxshi ko'rgan oshxona. Lokatsiya, joylashuv, o'z domni joylashuvi ham zo'r, okay. Unda oynangizni ochsangiz, orqangizda park bo'lib tursa, zo'rmi, okay. Bosib o'radigan joyi, okay. Bunaqa lokatsiyada bunaqa yaxshi uylar kamdan kam chiqadi. Okay, bosib o'ring. Like, podpiska esdan chiqmasin, zo'rlari hali oldinda.